Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men Toshkent davlat agronom universiteti qishloq xo'jalik pedagogikasi va o'quv kafedrasi dotsenti Qudratjon Kamalov Amanboyevich. Bugungi mavzumiz silisiya manbalarining qishloq xo'jalik ekinlarining qimmatli xo'jalik belgilari bo'yicha baholash. Mavzumiz rejasi silisiya manba va uni baholash haqida tushuncha. Baholash usullari, turli belgilar bo'yicha baholash. Silisiyaning turli jarayonlarida baholash. Silisiya manbai silisiya tomonidan yaratilgan va yangi navlar yaratish jarayonida baholanadigan barcha namunalar. Belgilar, ekinning tashqi ko'rinishi va tuzilishidagi morfologik xususiyatlar. Belgilar ikki xilga bo'linadi: sifat belgilar hamda muxtalif belgilarga. Sifat belgilariga o'simliklarni ko'z bilan bevosita ko'rib aniqlash mumkin bo'lgan belgilar. Muxtalif belgilarga esa ekinlarda sanab, o'lchab, tarozilar tortib aniqlanadigan belgilar. Andaza navli ma'lum hududda eng ko'p ekilgan maydonlarda ekilgan navlarga andaza nav. Silisiya manbalarini baholash uchta guruhga bo'linadi. Bevosita baholash va to'g'ridan-to'g'ri dalada sanash, tortish va o'lchash orqali bajariladi. Bilvosita usulida biron bir belgining boshqa belgi orqali baholash. Keyingi usulimizda baholash uchun sun'iy sharoit yaratiladi. Dalada baholash silisiyaning materialini baholashda laboratoriyada baholash hamda dala laboratoriyada baholash. Dalada baholash o'simlik o'sib turgan sharoitda to'g'ridan-to'g'ri kuzatish va hisoblash orqali olib boriladi. Laboratoriyada baholash o'simlik o'sib turgan sharoitda to'g'ridan-to'g'ri kuzatish va hisoblash orqali olib boriladi. Dala laboratoriyada baholashda dalada olingan ma'lumotlarni laboratoriya sharoitida to'ldirish uchun qo'llaniladi. Fitotron sun'iy iqlim stansiyasi bo'lib, to'liq avtomatlashgan va kerakli paytda har qanday sharoitni yaratish imkonini beradi. Hosildorlik hamda mahsuldorlik. O'rtacha bitta o'simlikda olinadigan hosil ekinning mahsuldorligi. Yer maydonida olinadigan hosil uning hosildorligi deb ataladi. Vegetatsiya davri uchta guruhga bo'linib, tez pishar, o'rta pishar, kech pishar, fenologik kuzatuvlar olib boriladi ushbu belgilarda. Mahsuldorlik mahsulot sifati silisiyaning silisiya materiallarini xususiyatlari sifatida asosan laboratoriya sharoitida bevosita va bilvosita usullar bilan baholanadi. E'tiboringiz uchun